G'allaorol tumanida chorvachilik tarmog'ini rivojlantirish, aholining daromad manbalarini kengaytirish hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda aholi xonadonlari va chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarida yirik va mayda shoxli mollar, parrandalar hamda boshqa turdagi qishloq xo'jaligi hayvonlari parvarish qilinmoqda. Tumanda epizootik barqarorlikni ta'minlash maqsadida veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi mutaxassislari tomonidan qishloq xo'jaligi hamda uy hayvonlari o'rtasida turli yuqumli kasalliklarning oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlar muntazam o'tkazilmoqda. Shu bilan birga tumanda chorvachilikning naslchilik salohiyatini oshirishiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Qoramollar zotini yaxshilash, go'sht va sut mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish maqsadida xorijiy davlatlardan yuqori mahsuldor naslli qoramollar olib kelinmoqda. Jumladan, Madaniyat, Sarbozor va Nurafshon mahalla fuqarolar yig'inlari hududlarida yashovchi fuqarolar hamda tadbirkorlik subyektlari tomonidan kredit va o'z mablag'lari hisobidan naslli qoramollar xarid qilinib, zamonaviy talablar asosida parvarishlanmoqda. Amalga oshirilayotgan bu ishlar natijasida tumanda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi izchil oshib bormoqda. Eng muhimi, aholini sifatli go'sht va sut mahsulotlari bilan ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish hamda oilalarning iqtisodiy farovonligini yuksaltirishga munosib hissa qo'shilmoqda. Kelgusida G'allaorol tumanida chorvachilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, mahsuldorlikni oshirish va eksport salohiyatini mustahkamlashga xizmat qiladi.